shunaqa o'rtoqlar, hamma narsa birdaniga keldi. Keyin oshqozonim ham rasvo bo'lib, anaqa bo'ldim, qiynaldim. Har xil kapelnitsalar oldim. Har xil kapelnitsa olishlar ham zarar. Shunaqa qilib sekin bunimni yamayman deb, bu tarafim yaxshi qilaman deb, bu yog'im mazasi qochib, u yog'im yaxshi qilaman deb, bu yog'im mazasi qochib. Qachon mana shunaqalar bo'ldi-da. O'rtoqlar, glavnisi Allohim yomon vaziyatdan olib chiqib keldi. Bundan buyog'iga yana ozgina yaxshi bo'lsam, to'liq tuzalib olsam inshaalloh. Tuzalgandan keyin men yana eski holatiga qaytadi deyotganlar adashasizlar. Iltimos, orqamdan yomon gapirmanglar.